Yo, просто IQ'm вообще baland-da. Bu misollar menga naqalik qiladi. Uravnimga to'g'ri. IQ'ngiz nechaligiga qiziqib ko'rganmisiz? Ha? Necha deb o'ylaysiz o'zingizda? 120 chiqqan. Chiqqan? Hozir men sizga 90 IQdan baland insonlar ishlaydigan misol ko'rsam, shuni ishla olsangiz IQingiz 90 dan baland bo'ladi. Aha. Ozgina o'ylash kerak. Ha, bemalol. Bu nima qilish kerak shuni? Nima So'roq o'rnida necha raqam bo'lishini topishingiz kerak. So'roq o'rnida necha raqam bo'lishi? 2, 20, 30. Juft raqamlarni topish kerakmi shunda? Juft farqi yo'q. So'roq o'rnida to'g'ri raqam topishingiz kerak. Og'iz sezim bilan qilish deyman. To'g'ri. Men buni ishlash uchun esa odamga 90 IQni o'zi kifoya ekanda. Ko'rganmiz? 6, 12, 20, 30, 32. Yo'q, shoshyapsiz. Yaxshilab o'ylab ko'ring. Ya bilmadim. Ya vaqtingiz bor, u 30-40 sekund ishlaydi uni. Simple-da yo'q. Qanday bu? Shuni toping-da. 2 hours later. 13 mi? Yo'q, 60. juda uzoqlashib ketyapsiz. 42. 42 bo'ladi. 40 mi? Yo'q, 40 emas ekan. Topolmadim. 42. 42? Не знаю. Menimcha 38 bo'lsa kerak-ku. 42. 42. Lekin qanaqaligini Ha, bilmaysiz. yo'q. To'g'ri? 42. IQ emas, taxmin ishlaydi. 13 da 20 deb ham bilmadim men. 90 dan pastmisiz hozir endi? Yo, просто IQ'm вообще baland-da. Bu misollar menga naqalik qiladi. Uravnimga to'g'ri. Bilmadim. Umuman variant kelmadimi? 42. Qanaqasiga? Bilmadim. Taxmin. Mumkin emas unaqa taxmin. Hozir to'g'ri topib qo'ydingiz-da. To'g'ri. Chunki ikkitadan ko'paydi-da hammasi. Hop. O'shanga mana 30 javobi, keyin 10 ko'payish kerak edi, 12 ko'paydi. Ya'ni ikkitadan ko'paygandan keyin 42 chiqdi-da. To'g'ri.